O'zbekistonning jahon chempionatidagi g'alabasiga qanday munosabat bo'ldi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Qatar 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Bu gal FIFAning ushbu turnirida ilk bor 48 terma jamoa vakillari g'oliblik uchun kurashmoqda. Musobaqa tashkilotchilari qaroriga ko'ra, endi 17 yoshli futbolchilar o'rtasidagi mundial muntazam har 2 yilda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu turnir jahon futboliga yangi iqtidorlarni kashf etib berish bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston U17 terma jamoasi 20-marotaba o'tkazilayotgan ushbu jahon chempionatida Osiyo chempioni sifatida ishtirok etmoqda. Bu yosh toifasidagi mundialda 3-marotaba qatnashayotgan futbolchilarimizga bu gal Islom Ismoilov murabbiylik qilmoqda. Iste'dodli futbolchilarimiz G guruhida Paragvay, Panama va Irlandiya Respublikasi bilan kuch sinashi belgilangan. Islom Ismoilov shogirdlari birinchi uchrashuvda Paragvay U17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, Azizbek Abdumo'minovning dubli egasiga 2-1 hisobda zafar quchdi. Raqib yagona javob to'pini penaltidan kiritdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi g'alabasiga Osiyo futbol konfederatsiyasi o'z munosabatini bildirdi. O'zbekiston Qatarda mezbonlik qilayotgan FIFA 17 jahon chempionatini G guruhida Paragvay terma jamoasi ustidan 2-1 hisobda qozonilgan g'alaba bilan boshladi. Uchrashuvning eng yorqin yulduzi dubl qayd etgan Azizbek Abdumo'minov bo'ldi. O'yinning oxirigacha Paragvayning bosmaga dosh bergan O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi dastlabki ochkolarni qo'lga kiritdi. Hujumkor futbolchi Azizbek Abdumo'minov 25-daqiqada jamoadoshi Abubakar Shukrullayevning pasini uzoq masofadan kuchli zarba bilan darvoza to'riga joyladi. Birinchi bo'limdagi to'xtalishlar uchun qo'shib berilgan kompensatsiya vaqtida Azizbek jarima maydonchasi ichida to'pni bir zarba bilan yana darvozaga kiritdi. Ikkinchi bo'limda Paragvay vaziyatni o'nglash uchun harakat qilgani bois o'zbekistonlik futbolchilar qolgan vaqt mobaynida alohida diqqat e'tibor bilan o'ynashga to'g'ri keldi. Janubiy amerikaliklar 89-daqiqada Alan Ladesmaning penaltidan kiritgan gol evaziga hisobdagi farqni bittaga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin O'zbekiston g'alabani ushlab qolishni uddaladi. Endi Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Osiyo chempionati g'olibi sifatida jahon chempionatida qit'a sharafini himoya qilayotgan o'zbekistonliklar shanba kuni Irlandiya terma jamoasiga qarshi saf tortadi. Irlandiyaliklar birinchi uchrashuvda Panama futbolchilarini 4-1 hisobda mag'lubiyatga uchratdi deb yozdi Osiyo futbol konfederatsiyasining matbuot xizmati rasmiy saytida. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz, keyingi o'yinda Irlandiya terma jamoasini mag'lub eta olamizmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.